Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugun majburiy matematika ikkinchi variant savollarini ko'ramiz. Birinchi savolimiz: dunyoning eng chuqur joyi Tinch okeanidagi Mariana Tinch hisoblanadi. Uni chuqurligi 10.994 metr. Bu chuqurlikni kilometrgacha yaxlitlang debdi. Demak, kilometrgacha yaxlitlaydigan bo'lsak, 10.994 metr. Kilometrga aylantirib olmoqchi bo'lsak, buni metr bilan kilometrni 3 0 farqi bor. Ya'ni 3 xona desak ham bo'ladi. Metrdan kilometrga o'tish uchun vergulni 3 xona chapga suramiz desak ham bo'ladi bu holatda, yoki barchasi 0 bo'lgan holatda 3 0 ni olib tashlaymiz desak ham bo'ladi. Hozirgi holatda to'rni yonida umumiy sonimiz tugagan bo'lsa, mana shu joydagi vergulni 3 xona chapga suramiz. Shunda bizda 10.994 metr kilometr bo'ladi. Kilometrni o'zi bu chuqurlikni kilometrgacha yaxlitlang degan. Demak, kilometrgacha bo'lsa, ayni shu joygacha biz yaxlitlashimiz kerak. Bu joygacha yaxlitlaydigan bo'lsak, 9 5 dan katta 5 dan katta bo'ladigan bo'lsa, mana bu chegaradan keyingi turgan son 5 dan katta yoki 5 ga teng bo'lsa, o'zidan oldingi songa mana bu songa 1 qo'shiladi. Agar bu 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, 1 qo'shilmaydi, qolgani 0 ga aylanib ketadi. Bizda hozir 10, undan keyingi son 9 bo'lgani uchun 11 ga aylanadi. 11 kilometr bo'ladi yaxlitlaganimizda. Javobimiz B. Ikkinchi savol: 8,10 santimetr kvadrat necha detsimetr kvadrat bo'ladi? Demak, santimetr va detsimetr orasidagi nollar farqi bitta. Endi kvadrat bo'lgani uchun bu nollar farqi 2 marta ortadi. Ya'ni bitta edi nollar farqi, endi 2 ta bo'ldi kvadrat bo'lgani uchun. Xo'p, kichik birlikdan santimetr, detsimetrga qaraganda kichik birlik. Kichik birlikdan katta birlikka o'tadigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tganimdek vergulni chapga shuncha xona suramiz, ya'ni 2 xona suramiz. 2 xona sursak 0.082 detsimetr kvadrat bo'ladi. Javobimiz A javob. Keyingi savolimiz: to'g'ri to'rtburchakni tomonlari 15 va 9 santimetr perimetri shu to'g'ri to'rtburchak perimetriga teng bo'lgan kvadrat tomonini toping debdi. Demak, bizda to'g'ri to'rtburchak bor va kvadrat bor. To'g'ri to'rtburchakni tomonlarini A, B deb belgilab olsak, mana shular o'zi berilgan ekan uzunligi 9 ga 15 santimetr. A, B ni tashlasak ham bo'ladi. 9 ga 15 santimetr. Endi bizda kvadrat bor, uni tomonini A deb belgilasak, buni perimetri 4A ga teng. To'rtburchak perimetri bo'lsa 2 ko'paygan 9 plus 15 ga teng. Mana shu perimetrlar teng bo'lishi kerak ekan. Perimetrlar teng bo'ladigan bo'lsa 9 plus 15 teng bo'ladi 4A ga. 2 ga qisqarib ketsa, qavs-uchini qo'shib yuborsak 24 teng bo'ladi 2A ga. A'imiz teng bo'ladi 12 ga. Bizda kvadrat tomonini so'ragan, tomoni 12 santimetr. Javobimiz A. Keyingi savolga o'tamiz. 4-savol:
Rasmda to'g'ri burchakli parallelipiped berilgan. Uning o'lchamlari 6 metr, 4 metr va 75 detsimetr. To'la sirtini toping degan. Demak, to'g'ri burchakli parallelipipedni qirralarini mos ravishda A, B, C deb belgilab olsam, bunda to'la sirt S to'la teng bo'ladi 2 ko'paygan turli qirralar ko'paytmas A, C, B, C ga. Mana shu to'la sirt bo'ladi. Xo'p, formulaga ko'ra 2 ko'paygan AB 6 ko'paytirilgan 4 plus AC 6 ko'paytirilgan, shu joyda 7,5 olaman. Chunki 75 detsimetrda bergan, uni biz metrga o'tib olishimiz kerak. Plus 4 ni 7,5 ga ko'paytiraman. Xo'p, bu joydagi hisoblashlarimizdan so'ng javobimiz 198 ga teng bo'ladi. Demak, C javob. 5-savolga o'tamiz. Hisoblang. Xo'p, 16 plus 36 dan 6 chiqadi ildizda, minus 2 ko'paytirilgan 16 dan 4 chiqadi. 16 plus 6 minus 8. Xo'p, bu joyda 16 minus 2 desak ham bo'ladi. Bu 14 ga teng. Javobimiz A. 6-savol. 4 tonna kattami yoki 3,5 ming kilogramm kattami? Mana shu savol qo'yilgan. Bu joyda albatta 4 tonnamiz katta bo'ladi. 3,5 mingdan. Sababi 4 tonnani kilogrammga aylantiradigan bo'lsak 4000 kilogramm bo'ladi. Bu katta. 3,5 mingdan. Javobimiz B. 7-savolga o'tdik. Muntazam PQRST 5 burchak tomonlar bo'yicha 5 ta teng yonli 3 burchak bukilib, uchlari bitta nuqtada tutashtirilsa qanday jism hosil bo'ladi debdi. Demak, quyidagi chizma A uchini, B uchini, C uchini, D va E uchlarini bitta nuqtaga, ya'ni bukilib bitta nuqtaga keltirilsa, tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, bu joyda piramida hosil bo'ladi. Piramida. Javobimiz D. Keyingi savolga o'tamiz. Tenglamani qavslarni ochsak, 4x minus 3x, mana bu minus ishorani qavs ichiga ta'siri bo'ladi. Minus 6 bo'ladi. Teng 2x plus 5. Xo'p, 4x minus 3x, x qoldi. Minus 6 teng 2x plus 5. X tenglikni ikkinchi tarafiga, 5 birinchi tarafiga o'tib kelsa, minus 6 minus 5 bo'lib o'tib keladi. Teng 2x minus x bo'lib ikkinchi tarafga o'tadi. Shunda minus 11 teng bo'ladi x ga. Javobimiz minus 11. 9-savol. A mulohaza 2 nuqta orqali faqat bitta to'g'ri chiziq o'tadi. Bu to'g'ri. Sababi teoremani tekislikda ikkita nuqta olsakda, bundan faqat bir dona to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin. Boshqachasiga iloji yo'q. Mana bunday o'tadigan bo'lsa, bu siniq chiziq bo'lib qoladi yoki mana bunday o'tadigan bo'lsa, ham qanaqadir siniq chiziq desak ham bo'ladi. To'g'ri chiziq faqat bitta o'tkazish mumkin. Shuning uchun A mulohazamiz to'g'ri. B mulohaza 5 taqsim 0 0 ga teng. Bizda elementar matematikada mahrajda 0 bo'lishi mumkin emas.
nolga bo'lishi mumkin emas deb o'rganamiz. Shuning uchun B mulohazamiz noto'g'ri. A rost, B yolg'on bo'lgan javobni qidirib ko'ramiz. A rost, B yolg'on. Bu C javobda ekan. Demak, javobimiz C. Oxirgi savolimiz tengsizlik. Tengsizlikni yeching debdi. Demak, bu tengsizlikda ham noma'lumlarni bir tarafga, ma'lumlarni bir tarafga olib o'tamiz. 2x ni ikkinchi tarafga, 1 ni birinchi tarafga olib o'tsak, -5 -1 bo'lib o'tib keladi. Katta 3x -2x bo'ladi. Bu joyda -6, kichkina 3x dan 2x ayrsam x. X -6 dan kichkina bo'lgan javob. A javob. Demak, javobimiz A. Mana bugungi ikkinchi test variantimiz tahlili o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi testlarda faol qatnashishingizni so'rab qolamiz. Salomat bo'ling.